Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Farik. Bugungi videomizda Radmirdagi eng zo'r 4 tishni ishlab chiqaman 1 soat 1,5 soatdan. Nimaga? Chunki serverda x2 bor. Bu degani oyligimiz 2 barobar ko'p to'lanadi degani. Videoni ko'rishdan oldin like tugmasi bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Oldingi konkursda mashina bilan jilet yutganlar o'yinga kirganinglarda menga yozib qo'yinglar Telegramdan. Oldingi safar 2 ta yutib qo'yilgan bo'lsa, bu safar 3 ta yutib qo'yamiz. Agar siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Tak, yo'nasam biz ketdik. Oho, o'zi ham yil bo'lib ketganda samolyot haydamaganimga. Ko'ramiz necha pul ishlasa bo'larki bunda. Birinchi 1 soat ishlab ko'raman. Bunda plus tarafi eski anu qimmat keyslar tushadi, например, Велесова ночь 1, Aperskoy, Темные дела. Ular kioskada kamida 500 mingdan turadi. Endi hammasi narx har xil-ku. Lekin ancha-muncha yaxshi keyslar tushadi bu yerda. Ko'ramiz bizga nasib qilarmikin yo'qmi. Keyin bitta bolani taktikasini ham tekshirib ko'ramiz. Menga aytishi bo'yicha, masalan, bitta ishni ishlab keys tushdimi, keys tushgandan keyin sразу o'yinga kirib chiqqan boshqatdan dedi, yoki boshqa ishga borib boshqa ishda davom ettirgan ishingni dedi. Nimaga aytsam, keys tushgandan keyin u ishda dальше ishlayversang, qaytib ikkinchi keys tushishi juda ham qiyin dedi. Ko'ramiz, uni ham tekshiramiz. Nima aloqasi bor ekan uni kirib chiqishi yoki boshqa ishga borib ishlashi. Lekin qandoq mazada yulduzchalar yo'q, pogoniya yo'q, hech kim qidirmayapti meni. Pul yo'q. Shunaqa otishmalarga aralashish yo'q bugun. Toza havo, mazza. Mana biz o'sha Mayamiga ham kelib qoldik. Pashta endi amallab qo'nib olsam bo'ldi. Tak. Hop. Ajoyib qo'nish. Keys tusharmikan? Ya birinchi reysda tushmasa kerak. Ko'ramiz. Lekin men oxirgi urovinigacha navikini prokachat qilganman bu ishda. Chunki samolyotdan ham bilsanglar bo'ladi, eng oxirgi dabayt qilingan samolyotlardan. Yangi hali. Navikimiz hurmati yaxshi to'lashar endi. Yo'q, keys yo'q, lekin 24 ming berdim bitta reysga. Ketgan bo'lsa 5 minut, 4 minut vaqtim ketdi. Biz yana qaytib keldik Yujniga. Oppa, mana birinchi keys Aperskoy. Suda. Shu paytdan telefon qiladimi? Bu keys menimcha 500-600 atrofida bo'lsa kerak. Keys tushdi, значит biz boshqa ishga borishimiz kerak. Sirraza. Bo'mish o'rtog'im bilan Metal Iskatelga boramiz dedik. Ani ishlab ko'raylik-chi, o'tda nima tushar ekan. Nech pul ishlasa bo'lar ekan. Importni bo'mishlar keldi dalaga. Ana. О, пошла. Уже boshlardi ani bo'mish. Ani boshladik biz ham. 588 hop. Lapata yo'q. Borib lapatka olib keldik, dalshi davom ettirdik. X2 paytda bu yerda ishlashi nima zo'r tarafi bor? X2 yo'q paytda har bitta kovlaganingizda metal 1 kilodan 4 kilogacha beradi. X2 paytda kovlaganingizda yerra 4 kilodan 8 kilogacha, по-моему, adashmasam shunaqa. Ko'p beradi xullas. Konkurent qancha bo'lishiga qaramasdan yer tagida ham o'sha metal antikvarlar juda ham ko'p bo'ladi. Keys tushadimi yo'q bilmadim lekin. Hammasini ko'rsatib o'tirmadim. 1 soat ishladim rovna. Charchadim.
Keys tushmadi. 3 tami 4 ta shkatulkalar tushdi. И metal. Hozir ko'rsataman qancha nima tushganini. Ha, 3 ta shkatulka, bitta korona ham tushibdi. 258 kilo metal. Shkatulkalar 3000 dan ekan, korona necha pul ekan? 15000. Normal. Endi metalni sotish kerak. Ha, aytgancha pilotdan ishlagan oyligimizni yechishimiz kerak hozir. Tak, 413750. 1,5 soatdan sal oshiqroq ishladim, adashmasam. Endi metalni sotamiz. Keldik, 258 kilo metal. Necha pul? Men shu 200 mingla bo'lsa kerak. Yo'q, 180 mayli. Endi met karta olishim kerak. Metroda ishlash uchun. Plus 93. Bu yerda boshlanidan menga qanaqadir ekzamenlar qilishdi. Oldin shundoq beraverardi, chota bular ham o'zini oladigan bo'lib qopti. 7,5 ming, aha. Ketdik, endi ishga kirsak. Tak, metro bilan poyezdga kirishim kerak. Metroda ham ishlayman, poyezdda ham ishlayman. Tak, birinchi poyezd, mana poyezd. Metkarta bor, prava bor. Metro. Ham. Mana metroga ham kelib oldim. Bu yog'ini tezlashtirmasam uzoq cho'zilib ketadi. Birinchi reys. Ikkinchi reys. Ikkinchi reys o'zida sirrazi banditskiy keys. Taktika ishlayapti zo'r. Men o'yinga kirib chiqdim, chunki yana kirib chiqqin degandi. Qaytib borib yana davom ettiramiz metroda ishni. Ko'ramiz, yana agar tushsa bilmadim. Mo'jiza bo'lib ketadi lekin. Yetib ham keldik. Kimdir o'ynayotibdi bu yoqda. Hop. Biz ishlashimiz kerak. Xullas, bu bo'ldi. Bir 40 minutcha ishladim. 40-45 minut. 40-45 minut ishlaganimdan keyin bizga yana bir marta zing kes proklятие. Endi to'shni boshqa tushmasa kerak deb men poyezdda ishlagani ketdim. Shoshilib, bilmayman nimaga shoshildim, как будто Goskadan dom ushlaydigandek shoshilib haydadim mototsiklni ham. Yaxshi, mana eson-omon yetib keldim bu yoqqa ham. Endi poyezdda, bu yoqda. Buni ham tezlashtirib qo'yishadi, nima desanglar. Juda ham sekin yuradi bu. Yuraginglar ezilib ketadi buni agar medlenniy kadrda ko'rsanglar. O'zim ham ozgina siqilib qoldim, lekin buni haydaguncha. Lekin oyligi har bitta reys, har bitta avtomobilga 8750 dan berar ekan. Prosta sabr qilish kerak ekan. Men sabrim chidamadi. Yetmagani o'yindan ham o'tib bordi. Yaxshi, sirazi biz aeroportga qarab yo'l olamiz. Menga hozircha mana shu pilot ishi ma'qul keldi lekin. Mo'sh yana keys tushib qolar. O'zi ham to'xtashni biri bo'ldi. Menimcha endi boshqa tushmasa kerak keys. Mayli, haydab ko'ramiz. Yarim soatcha ko'raychi, mo'sh tushib qolar, mo'sh yo'q. Tushsa tushdi, tushmasa tushmadi. Shundoq ham 3 ta keysimiz bor o'sha.
Kimdir qolib ketibdi yo'lda, bechara bola, samolyot buzilib. Shu shaharga ham upgrade qilamiz deb necha yildan beri upgrade qilish olmayapti. Mayamini Dubay qilamiz deb. Kimdirlar aytadi, kim uy sotib olgan bo'lsa, biznes sotib olgan bo'lsa, Mayamidan qaytarib berar ekan pulini deydi. Kimdirlar aytadi, zo'r bo'lib ketadi, hali Dubay bo'lsa deydi. Bilmadim, men lekin olmagan bo'lardim o'tdan hech nima paka. Yujniga yetib keldik, lekin hech qanaqangi keys tushgani yo'q menga. Bo'ldi, endi oxirini ko'rsatsam ham bo'ladi. Nech pul ishlaganimni. Buning uchun bizga hozir bankomat kerak bo'ladi. Bankomat, tekin bankomat auksionning ichida. Tak. 3 ta keysam, lekin normalniy pul bo'lishi kerak. Hozir hammasini hisoblab beraman. Poyezdda ishlagan oyligim, metroda ishlagan oyligim, hozirgi samolyotda ishlagan oyligim, u keyingi soat tushadi. Hammasini yechishim kerak. Buni yechamiz. 375 ming. Mana ko'rishingiz mumkin 976 ming. Bu yoqda keyslarimiz. Aperskoy 500 ming. Banditskiy 150 mingga ketadi bemalol. Proklatiya 50 ming. Hammasi bo'lib 700 ming bo'lar ekan, plus 976 ming, 1 million 676 ming ishladik. Mana endi mana shu ryukzakka rozыгрышga qo'yamiz. Bu birinchi ryukzak. Chotki, chiroyli, kilosi ham 29 kilo ekan. Hop, keyingisi. Bu ham lekin takoy, stilni. Uni kilosi 25 kilo ekan. Normalniy. Bir paytlar palon pul turardi. Men bilakan eng zo'ri 30 kilodan oshuv joyi bor. Mana shunaqa do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Telegram kanaliga qo'shilinglar, hamma rozыгрышlar o'shda bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.